Bu Nexikkidan egasi qutulmoqchi ekan. Bu mashinamiz yili 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi oldin qora bo'lgan ekan, keyin sariq kasallikka uchrab qoldi deb egasi hazillashyapti. Yurgan masofasi ham xudo xolasa bedarak. Buni eng zo'r tarafi bitta balon qo'yib qo'yishdi. Balonning ustiga menimcha kuzov bosishganmi. Bu mashinamizni arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akamiz bo'ladigani $2300 bo'lsa beramiz deyapti. $2100 ga bermayapti. Telefon raqamlari videosida liboy dokument bo'lar ekan. Shunaqa mashinalar qidirayotgan obunachilarimiz uchun jo'natib qo'yasizlar. Videomiz yoqayotgan bo'lsa podpisatsiya bo'lishni unutmanglar. Qora Nexus'larda avtomat korobkasidan qidirayotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi orqa kriloda ozgina bor ekan, o'zingizlar uchun ko'rsatib olasizlar. Balonlari ham o'rtacha holatda, tonirovkaga ham 20 kun atrofida qolibdi. Bu mashinamiz yurgan masofasi 118 ming metan gazi bor. Mashinamiz xudo xolasa shumkagacha qilib qo'yishgan ekan. Akalarimiz $9400 ga beramiz deb turishibdi. Telefon raqamlari video ostida narxi arzonmi, qimmatmi kommentariyada fikrlarni qoldiringlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Gentra olgan yaxshimi yoki Trekkerlarda Primerdan olgan yaxshimi? Bu mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Primer pozitsiyasi ablisopka, yumshoq balon paroglargacha qo'yib qo'yishgan. Qizil joyi propan gazlargacha qo'ygan. Salondan olib propan shunaqa rasxodlar qiladigan bo'lsangiz necha pulga tushadi nomerlari bilan? Bu mashinamiz lekin yurgani 60 ming, 61 mingga qarab ketyapti. Bo'ladigani bu mashinamizni arzon vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigani akalarimiz $16300 ga bermasdan turib qo'shilsa berar ekan. Telefon raqamlari videosida. Kraskasi toza joyi yo'q mashina qidirayotgan obunachilarimiz uchun bu Nexia 1 2001-yilda ishlab chiqarilgan. To'rala baloni ham 4 xil. Bu mashinani balonni ham zubnoga borish kerak ekan. Yurgani bedarak. Egasi ham menimcha bozor ochilishidan 10 yil oldin bozorga chiqqanman deb gapiryapti. Razalginaqa nima deydi, uchiga chiqqan mashina purish firibgar deb qo'yamizmi? Bu mashinamizni arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akam $2000 ga oldik. $2100 bo'lsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari videosida shoshillar zo'r narxda. Yurgan hisobga olmasa arzon mashina ko'rsatmoqchiman sizlarga. Bu mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobkada, abezlari bor. 3-pozitsiyani diskalariga taqib qo'yishgan, yumshoq balonlarda. Shumizalasta qilingan 196 ming mekin yurgan ekan, metan gaz bor. Bu asha xudo xolasa mexanika korobkasidan. Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz $8500 ga mashina purishlariga bermadim, $8600 ga sotaman deb turibdi. Egasini o'zidan telefon raqamlari videosida shoshillar zo'r narxda. Aka telefon raqami amerikanskiy Malibu qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi oldin toza bo'lgan ekan, mana shu krilo kapotlarini ma'lum bir sabablarga ko'ra almashtirish bo'lgan ekan, DTP bo'lmagan ekan aytishlari bo'yicha. Bu 2 motorli atmosferli motorda, gazlari bor. Yurgan masofasi xudo xolasa 252 ming bo'pti. Bu mashinamizni oldingi safar ham kanalimizga sal balandroq qo'yuvdik. Bu safar narxlarini tushirilgan holatda qo'yapmiz. Bu mashinamizni arzon vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigan $15300 bo'lsa beramiz deyilyapti. Gentra olgan yaxshimi yoki Malibu olgan yaxshimi? Hamma holatlari texnik muammosi yo'q. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Malibu birlarida kraskasi toza avtomatdan qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Egasini o'zidan yumshoq balonlar qo'yib qo'yibdi. Bu adashmasam 2-pozitsiyani diskasini qo'yib qo'yib sal yumshoqroq deyapti. O'ziniki aslida spesiali bo'ladi. Bu mashinamiz yurgan masofasi 234 ming. Metan gazi bor, avtomat korobka lyuklari bor ekan. Bu mashinamizni metan gazlarini aytdim, qo'yishibdi. Xudo xolasa muammosi, dokumentdan muammosi yo'q. Bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi. Akalarimiz $11000 ga bermayapti. Qo'shilsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari videosida shoshillar zo'r narxda. Telefon raqami 99lik 898 37 39. Boshladingmi? Qora Gentra minaman deyotgan obunachilarimiz uchun 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka. Amerikanka optralari original, yumshoq balonlargacha qo'yib qo'yishgan. Bu avtomat korobka, 3-pozitsiya, lyuk, ABS konditsioner ham yo'g'i bor. Yurgan masofasi 109 ming, propan gazlargacha qo'yilgan. Xudo xolasa kraskalari ham top-toza. Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz 12,5 mingga bermadik. Bo'ladigan $12600 bo'lsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari videosida shoshillar zo'r narxda. Telefon raqami 94lik 431 2007. Avtomat korobka qora Gentra minaman deyotgan obunachilarimiz uchun 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Birkasi 22 ekan. Kraskasi karnizida bor, ikkita eshik radnoy almashgan ekan. Mana shu tarafdagi o'zingizlar uchun tekshirib olasizlar. 74 ming yurgan, gazlari bor. Bu mashinamiz xudo xolasa dokumentdan hech qanaqa muammo yo'q, gena ham chiqaradi deb turishdi akalarimiz. Bu mashinamizni tonirovkaga ruxsatlari bo'lish kerak. Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akamiz bilan zo'rg'a talashtirib 11,5 ga ham bergisi bor, 11600 deb turibdi. Telefon raqamlari videosida shoshillar yaxshi narxda.
Avtomat korobka qora Spark minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, karnizda ezilgan, riftopka qiladigan joyi bor, ko'rsatib qo'y. Xudo xolasa mashinamizning kraskasi toza, lekin yurgan masofasi 72 ming benzinda yurgan. Lekin avtomat korobka Sparklarda har doim boshqa bo'ladi. Qimmat aytsam, so'kib yurmanglar kommentariyada. Egalarim bilan tortishib bo'ladi, yana 9,5 ming dollarga berar ekan, 9300 mashina purish berib turibdi ekan. Telefon raqamlari videosida qora Spark so'ragan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar bu videoda. Avtomat korobka Spark minaman deyotgan akalarimiz uchun bu 2017-yilda ishlab chiqarilgan JK2 setda, adashmasam 4-pozitsiya Nexus'lari diskasini taqib qo'yishibdi. Bu mashinamiz kraskasi shoperda eshigi bilan orqa passajirda eshigida kraskasi bor ekan, qolgan joylari toza deyapti. Gazlari bor, metan 123 ming yurgan avtomat korobka. Bu mashinamizni xudo xolasa Toshkent motor, katta motor deb qo'yiladi shunaqasidan. Akalarimiz 7 ming dollarga bermayapti, dehqon ekan egalarining o'zlari. Telefon raqamlarini videosiga joylab qo'yamiz. 7 ming dollarga qo'shilsa berar ekan. Telefon raqamlari 95 lik 633 94 99. Arzonroq Nexus 2 minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Bu mashinamiz kraskasining toza joyi, tomi toza ekan, orqa kapoti toza ekan, qolgan joylari hamma yo'g'i kraska bor. Shpakilovkasini ham qalinroq qilishgan shekilli sovdi. Bu mashinamiz yurgan masofasi 358 ming. Bu Sons Trambler, oynalari ham knopchli. Lekin narxi juda ham qiziq. Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun bu mashinamizni bo'ladigani 2400 dollar bo'lsa beramiz deyapti. 2300 bo'lsa izzi bo'lib qolar ekan. Mashina purishlarga o'tgan mashinamiz, lekin yaxshi inson ekan. Telefon raqamlari videosida dokumentdan hijolatib bo'lmaysizlar. Telefon raqam 94 lik 337 07 74. Mexanika korobka Spark minaman deyotgan obunachilarimiz uchun 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi oldi krilosida ozroq petnosi bor ekan. Bitta eshigi to'liq kraska ekan, shopra eshigidan nargisi, passajir eshigi. Balonlari yaxshi holatda, mexanika korobkada yurgan masofasi 260 mingga qarab ketyapti. Metani ham alinaqa stagemi, pokoleniya ekan. Bu mashinamizni Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigani 4700 dollar bo'lsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari videosida shoshilasiz zo'r narxda. O'zbekistonda 2 krug aylangan Cobalt qidirayotgan obunachilarimiz uchun bu mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi orqa kriloda petnos bor, o'zingizlar uchun tekshirib olasizlar. Bu mashinamiz hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Aytishlari bo'yicha avtomat korobka 242 ming yurgan xolos. Yurgani masofasi ko'pligi uchun shunaqa arzonroq narxda bermoqchi. Metan gazi bor, xudo xolasa yevro ekan shekilli, adashmasam. Bu mashinamizni Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigani 9600 dollar bo'lsa beramiz deyapti. 9500 dollarga mashina purishlarga bermayapti. Qora Gentrani dehqondan minaman deyotgan obunachilar uchun mexanika korobka. Mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasiga keladigan bo'lsak, chap taraf bilan ariqqa sal suyanib qolgan ekan. Shuni kraskasi bor ekan, lekin orqa oldlari butun ekan. Multi rul, Malibu bar, xudo xolasa mexanika korobka. Yurgan masofasi 124 ming yurgan. Bu mashinamizni gazlargacha qo'yilgan, egasini o'zidan. Akalarimiz 9,5 mingga mashina purishlarga bermayapti, qo'shilsa beramiz deb turishdi. Telefon raqamlari video ostida, shoshilar zo'r narxda. Lasettilarning narxiga Gentra minaman deyotgan obunachilarimiz uchun bu Lasettidan Gentra qilingan emas. 2014-15 toza Lasetti. Bu mashinamiz toza Gentra. Bu mashinamiz yurgan masofasi 260 ming atrofida ekan. Akalarimiz 6,5 ming dollarga bermayapmiz, qo'shilsa beramiz deb turishdi. Ikkita detalda kraska bor ekan, lekin suvalari butun ekan. Telefon raqamlarini videosiga joylab qo'yamiz. Arzonmi, qimmatmi, kommentariyada fikrlar kutib qolamiz. Adashganimiz uchun uzr. Yili yangi avtomat korobka Cobalt minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Bu mashinamiz yuradiganini yurib bo'pti ancha-muncha, lekin narxlari qiziqarliroq. Yurgan masofasi 39 ming, 40 ming desak ham bo'laveradi. Gazi bor, chexol poligi bor. Mashinamiz hech qanaqa rasxoti yo'q ekan. Dokumentdan ham muammo yo'q deb turibdi. Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigan 12,5 ming dollar bo'lsa beramiz deyapti. Mabodo ko'niga yo'l topsanglar o'tib ham bersa kerak. Telefon raqamlari videosida. Avtomat korobka Gentra minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza ekan, balonlari yaxshi holatda turibdi. Bu mashinamiz yurgan masofasi 170 ming atrofida, metan gazi bor, Malibu rul qo'yib qo'yishibdi. Bu mashinamiz holatlari go'zal, lyuk, ABS konditsioner hamma yo'q ishlab turibdi. Arzon vodiyda kanal obunachilar uchun akalarimiz bo'ladigani bu mashinamizni 10300 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Arzonmi, qimmatmi, kommentariyada fikrlar kutib qolamiz. Men uchun yaxshi narxda deb o'ylayman. Nexus 2 minaman deyotgan obunachilarimiz uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi oldi kapotida bor ekan, keyin 3 litrga o'tib qolgan ekan. O'zingizlar uchun ko'rsatib olasizlar. Bu mashinamiz to'g'risi oyga qatnagan shekilli 502 ming yuribdi, lekin metan gazi bor. Endi men uchun yaxshi narxda. Bu mashinamizga bitta Himitskiy zaril, mashina purishlar bu mashinaga 3150 dollar berishibdi. Qo'shilsa beraman deb turibdi egalarining o'zlarida. Telefon raqamlari videosida shoshillar yaxshi narxda.
Trekkerlarda Premierdan minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan Premier pozitsiyasi. Radnoy balonda adashmasam, bu mashinamiz yurgani biroz ko'proq, lekin narx qiziqarli. 75 ming yurgan, benzinda yurgan. Mashinaning hech qanaqa kraskasi ham toza, texnik muammosi ham yo'q. Motor hadovoylari ham yaxshi deb turibdi. Endi o'zinglar uchun ko'rsatib olasizlar. Bu mashinamizni akalarimiz bo'ladigan 15300 dollar bo'lsa beramiz deyapti, 15200 ga bermabdi. Telefon raqamlari videosida shoshilinglar zo'r narxda. LTZ, LS'larni ham shunaqa narxda aytib turishibdi. Arzonroq Cobalt qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan bir qop temirga deyotgani kraskasiga tavakkal olmoqchi bo'layotganlarga. Lekin Cobalt 4-pozitsiyasi yumshoq diska balonlar taqib qo'yishibdi. Konditsionerlari ham ishlaydi, metan gazi bor ekan. Bu mashinalarimiz hali oynalari ham chiqadigandan ekan, yurgan masofasi 518 ming. Men uchun yaxshi variant, adashmasam. Arzoni vodiyda kanal obunachilari uchun bo'ladigani 6200 dollar bo'lsa beramiz deb turishibdi. Telefon raqamlari videosida shoshilinglar zo'r narxda. Avtomat korobka Cobalt minaman deyotgan obunachilarimiz uchun 2022-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari top-toza, yumshoq baloni bor. Bu mashinamizga shumizalasi ham qilib qo'yilgan, himiska ham qilingan. Xudo xolasa men uchun zo'r variant. 38 mingdan 39 mingga qarab ketyapti. Pokoleniya propan gazlari ham bor. Xudo xolasa mingan odam ham maza qiladi, hujjatlari ham joy-joyida. Arzon vodiyda kanal obunachilari uchun bo'ladigan 11900 dollar bo'lsa beramiz deb turibmiz. Telefon raqamlari videosida shoshillar zo'r narxda. 7,5 ming dollarga avtomat korobka Nexus 3 minami deylar. Mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi orqa kriloda polni bor ekan. Keyin sapachoylarda ozgina petnodan bor ekan. O'sha orqa kapotda ham ozgina kriloga aralashganda petno bo'lib qolgan ekan. O'zinglar uchun ko'rsatib olasizlar. Bu mashinamiz yurgan masofasi xudo xolasa 138 ming, metan gazi bor. Avtomat korobka Sparklarda ham shunaqa narxda deb turishibdi, lekin zo'r narx deb o'ylayman. O'sha bo'ladigani 7500 dollar ekan. Telefon raqamlari videosida shoshillar zo'r narxda. Buga qiziqadigan obunachilarimiz uchun bu 2 turbinali motordagisi 2019-yilda ishlab chiqarilgani. Kraskasi, mana shu oldi krilo, ikkita yon eshiklari va orqa kriloda petnosi bor ekan, lekin narxlari qiziqarli. Oldi orqasilari but-butun. Yurgan masofasi 140 ming, propan gazlargacha qo'yib qo'ygan. Xudo xolasa, bu mashinalarning motorlari zo'r. 2019 da ham turbina motor chiqqanmi deyotganlar uchun mana chiqqan. Bu mashinamizni arzoni vodiyda kanal obunachilari uchun bo'ladigani akalarimiz 18300 dollarga bermabdi, qo'shilsa berar ekan. Bu video Malibu arzonroq Malibu qidirayotgan tanishlar jo'natib qo'ysalar bo'lib ham bu turbina motor ikkiligidan. Cobaltlarni mexanikasidan qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 2023-yilda ishlab chiqarilgan Cobaltni istab topish ham qiyin ba'zi paytda mexanikasini. Oldi kapotida kraskasi bor, us litrlariga o'tmagan ekan. Balonlari yaxshi holatda, xudo xolasa yurgan masofasi 229 ming. Xudo xolasa shu yuradigan joyini yurib qo'yibdi, metan gazlari bor. ABS ham bo'lish kerak adashmasam. Arzoni vodiyda kanal obunachilari uchun bu mashinamizni bo'ladigani 9950 dollar bo'lsa beramiz deyapti. Ko'nik o'rtasiga o'tib beradi, balki shu narxda qolar. Monzalarda 1.3 turbinaligidan qidirayotgan obunachilarimiz uchun 2023-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, polni shumka qilingan ekan. Largo yumshoq balonlari bor ekan, tonirovkaga ruxsatlari bor. Bu mashinamiz yurgan masofasi endi 58 ming bo'lgan. Kapsulami anaqa kaban deb qo'yadim, shunaqa propan gazlargacha qo'yib qo'yishgan ekan. Bu mashinamizni arzoni vodiyda kanal obunachilari uchun bo'ladigani 16500 dollar bo'lsa beramiz deyapti. U 1.3 turbina, adashtirmanglar, biri ham bilan narxi zo'r narxda. Salondan rasrochkaga olish uchun dokumenti to'g'ri kelmayaptimi yoki hisob-kitob to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, bu mashinani sizlarga ko'rsatamiz. Bu salondan 5% chiqqan 10X'lardan. Bu Premier pozitsiyasi, 6-pozitsiya. Kraskasi toza 25 ming, 25 yili 3000 yurgan adashmasdan. Bu mashinaga 1000 dollardan oshiq pul sarflab qo'ygan. Nomerlarini hisoblasak ko'proq ham. Bu mashinamizni oldindan akalarimiz 8000 puli bilan beraman deb turibdi. Telefon raqamlari videosida batafsil ma'lumotlarini telefon orqali gaplashsanglar bo'ladi. To'lovi dekabrdan to'lasanglar bo'laverar ekan. Bu oyligini ham to'lab qo'yishdi. Yumshoq balon qo'yishgan, propan qo'yishgan, xudo xolasa ancha avtotikan qilib pul sarflab qo'yishgan. Telefon raqamlari videosida bemalol aloqaga chiqib gaplashsanglar bo'ladi. Premier pozitsiyasi.